Dasturimiz davom etadi. Joriy yilning 7-10 aprel kunlari Jizzax viloyat ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasida kitob va kitobxonlik inson ma'naviyati ko'zgusi shiori ostidagi kitobxonlik haftaligi doirasida tadbirlar ketma-ketligi bo'lib o'tmoqda. Hozir shu haqda. Kitob bilim manbai. Uni o'ziga do'st deb bilgan har bir inson borki, dunyoni terangroq anglaydi. Jizzax viloyat ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasida o'tkazilgan tadbir ham aynan insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql chirog'i va bilimlar qo'rg'oni, xazinalar kaliti hisoblanmish kitobga bag'ishlandi. Tadbir avvalida kutubxona direktori Ilhom Abdurahmonov, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi, O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali o'qituvchisi Nilufar Allamurodova, Jizzax davlat pedagogika universiteti o'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi kafedrasi dotsenti Xulkar Ne'matovalar so'zga chiqib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 15-yanvardagi kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va aholi o'rtasida kitob o'qishga qiziqishni oshirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi yo'lida olib borilayotgan ishlar, yurtimizda kitob mutolaasiga qaratilayotgan e'tibor, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishda, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, yosh avlodni kitob o'qishga bo'lgan qiziqishlarni yanada oshirish yo'lida yurtimizda amalga oshirilayotgan ishlar xususida to'xtalib, barchani kitob bilan do'st bo'lib qolishga chaqirdilar. Hozirgi kunda kitobxonalarimizga xizmat ko'rsatish rahbar xizmati keng yo'lga qo'yilgan bo'lib, bizning viloyatimizda 8 ta tumanda filiallarimiz mavjud bo'lib, 8 mingga yaqin kitobxonlarimiz bor. 16400 dan ziyod kitoblarimiz bo'lib, ular 4 turdan iborat. Yaz yozuvdagi kitoblarimiz, brail yozuvdagi kitoblar, elektron disklar va gapiruvchi kitoblardan iborat. Kitobxonlik haftalarimizni o'tkazishning asosiy maqsadimiz hozirgi yoshlarimizni mana kitobxonlikka qiziqtirishni oshirish. 2026 dan 2030-yilgacha bo'lgan vaqtda har bir kitobxon yiliga kamida o'rtacha 10 ta kitobga yetkazish maqsad qilib belgilangan. Bizdan shu qaror ijrosi yuzasidan kitobxonlik haftaligi doirasida yoshlarimizni ko'proq mana shu kitobxonlikka jalb etish maqsad qilib olingan. Shuningdek, Jizzax ixtisoslashtirilgan san'at maktabining dutorchi qizlari ijrosidagi kuylar, kutubxona xodimlari tomonidan tayyorlangan she'riy chiqishlar tadbirga yanada ko'tarinkilik olib kirdi. Kitob bu osmonning o'ziga narvon. Kitob bu jahonning ko'ziga narvon. Tirik tarixlarning so'ziga narvon. Kunday qulay desang, kitob kerakdir. Tunda talpinganga mahtob kerakdir. Ayniqsa kutubxona xodimlari tomonidan Said Ahmadning Ufuq romanidan ijro etilgan sahna ko'rinishi barchaga manzur bo'ldi desak xato bo'lmaydi. Men ko'z ojizlar maxsus kutubxonasiga 7 yildan beri a'zoman va men hozirda Yulduzli tunlar romanini o'qiyapman. Bu juda ham zo'r asar. Men 7 yil davomida ko'plab asarlar, qissalar, romanlar, ertaklar hammasini o'qib kelyapman. Bu kutubxonada brail usuldagi kitoblar juda ham ko'p, bemalol olib foydalanishimiz mumkin. Hozirda kitob haftaligida qatnashayotganimdan juda ham xursandman va yoshlar mana shu kitob haftaligiga faol qatnashishlarini xohlayman. Darhaqiqat, dunyoni faqat ilm bilan zabt etish mumkinligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Ilmni chuqur egallashning yo'li esa bitta, kitob o'qishdir. Zero kitob tafakkur chirog'idir.